Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Navbatdagi darvozamiz Andijon shahrini Haqilobod tumaniga kelib o'rnadi. Razmerlarimiz 3,5 ga 3,5. Optik hisobda 1225 kvadrat bo'ldi. Devorlari lazer yordamida gul tushirilgan, havola aylanib turishligi uchun sirkulyatsiya qovurg'ali fason deyiladi. O'rtalari mana bunaqa sho'rshaviy listlar bilan qoplangan, shumkali bo'lgan. Ikki yondorlari shveller 12 li shvellerda bo'lgan, tagi, yoni, tepasi, tahiyalari 8 ga 12 profilda bo'lgan. Qovurg'a profillari bo'lsa 6 ga 4, 1.8 tenka, listlari 1.8 rossiyskiy birinchi sort listdan bo'lgan. Kimga ma'qul kelib yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Zamoglari Zuber zamok o'rnagan, 5 ta kaliti bilan jihozlangan, zapas kalitlari. Orqasi mana ko'rishinglar mumkin. Sentralniy zamok. Uyi fasadiga juda ham ko'rkam vid berib turibdi. Marhamat. E'tiboringlar uchun rahmat.